İsa akam bilan G'oljidan ashti qilib o'tiryapmiz. Atgacha ko'g'il atgacha zo'ladi. Yo'q, shunda qatnash bo'ldi. Bu to'la Petermantadan no'shin ashti o'lamda. Bu Petermanta G'oljidanki tamoq an'anasida bir alayda o'rin tutibsa, men taq bu Qashqa taraf bilan bir umumlashgan tamoq deb o'ylaydim-chi, buni Qashqa xotin tarafida. G'oljida alayda ahamiyat berib yedi ekan Petermantada. Uning ustiga andamanda emas, Qozonchining epcho'risida men oldin qatim kelgan vaqtida qator Petermant xallava ketdiganda mamlakatga o'rab biz yegandek yeb oladi ekan. Bu ajoyib zilliqni talab qiladigan bir hunar. Hamda shu menza oshpazlikda xilib chiqqan hunavand deb mayda mushlaydigan 10 hunavandan birsi qilalaydi bo'lmasa, asos suv ketkizib qo'ydigan taom bu. G'oljilarda raqobat kuchli. Shundaqki, bu Petermantaga mayaning odamlarimiz zil telep yuqori bo'lgandan keyin buningda mas'uliyatmi ig'ir bo'ladigan gapda. To'g'ri. Kelibsa hamda har hunavandan o'ziga xos tutib mangan yo'llari o'xshamaydi mana Isa aka. Tashviqotlarda jiq ko'rib turibdi to'qancha telefonlarda avalashib siz bardingiz. Buni o'tmda mening kelishimga fursat bo'libdi. Aslında o'xshamaydigan afzalliklarni o'rganil deb ata aytsangiz Isa akamdan ta'lim olay deb G'oljiga buni o'tsa bir tush to'g'ri keldi mana. Yo'q aka. Endi bu hunarning chekiga yetib bo'lmaydi ekan. Jiq tirishib turib o'tibsiz oldingizda men nurg'un shogird balla bor ekan. Elam bakan balla do'konda. Va 30 dek balla bor. Va bu ballani bir sinfdek boshqarish jihatda bir qiyinchilik bormi ballani? Qiyinchilik va ig'ir gap olmaydi ba'zida. Gap olmay qolib qoladi. Cho't gap olmay bir mazgil yomon gap olmay deb bo'ladi. Aka otangizni parangiz jarayonda undan keyin kelgan shogirdlarni asosiyatdan men otangizni oldida, bolaning oldida gap so'z yeb olmayman-ku. Keyin Qur'onga bir qoidamiz bor-ku. Ustixoni bizning go'shtsizning deb ayda deb berdigan shogird. Shuni otani so'lab, hamkorlashib, otasi oyoqdan, men oyoqdan. Qanigan, buna gap anglaydigan bo'lib ketdi. Gap anglaydigan. Hozir japasi yo'q bundan. Xo'sh. Yaxshi o'rgandik ekan undan yoqda. Ash ota-onaning maslishi esa bu bek muhim bo'ldimi ta'lim tarbiya ishlarida? Ota-onaning maslishi bek muhim bo'ldi. Muhim bo'ladi bunda. Chunki o bir oilada chiqqan qarindoshningmi mijoz xarakteri bir-biriga o'xshamaydiganlar bo'ladi. Bu ya kelgan bolaning ichida aqchan taraf-tarafdan kelgan bolaning hammasi bor. Aqsoqotdan Qashqa misolan shundami? Har jutdan kelgan shogirdlarningki endi mijoz xarakterini birisi-birisiga moslashtirib, shuning loyiqida bir psixikasiga tadbir qo'llanib turib, bolalarni tartibga solib elib mangmoq endi bu bir tas ish. Endi ota-onaning moslashi qanday degan vaqtida o o'ttirda bizga mayilroq boshqarib bersa bolalarni seni ustangning gapini angla yoki bo'lmasa ustan qanday o'rlashtirsa ham bu shogird tarbiyalayotgan odam deganda yaxshi biladi, seni qanday tarbiyalashni qadam bosqich bo'yicha keladi balam deb turib ustaning gapini afzal qilib bersa bolalarning qalbida ta'lim tarbiyaga nisbatan sal yiqish teptatish bo'ladigan gap. To'g'ri. Agar ustan anda dejman manda qilsa men nima ish qilmaymida ustaning oldiga o'tibdi deb ma ta'lim tarbiya bo'lsa bolalarga bir xil qarshilish psixikasi shakllanib tarbiya joyiga tushmaydigan ekan. Demak, bolalarning ota-onasininki moslashishi bolalarning ta'lim tarbiyasida bir zo'r rol o'ynaydigan gap. Cho'ng rol o'ynaydigan. Agar shu yerda podshoh shohlik kibrdan voz kechmasa, bolaning tarbiyasida turib qo'ydi bu. Endi u yerda o'zining kibridan voz kechibdi, misol shohli men podshoh deb ketib turib olmay, o'zining kibridan voz kechibdi, bolaning ta'lim tarbiyasini obdan qo'lga keltiradi. Bunday shogird tarbiyalashimiz shunga o'xshaydi Aysaja aka. To'g'ri. Bularmish qilib o'zini o'rganib. Xo'sh. O'ziga nisbatan yaxshi bir odam, yaxshi uslub yaratib, o'zining kelgusi o'zining iqtisodini o'zi yaratib, turmushni o'zi qilsa, bizmi xotirjam bo'lamiz. Xotirjam bo'lamiz. Bizim cho'ng ish qilayotgandek his qilamiz. Bir bolani tarbiyalab kelgusini o'zgartirsak. Rahmat, siz boshqa yomon gaplaringizni burundan bek yaxshi ko'rmayman-ku. Rahmat. Maqsad siz bilan bizdan pul ahamiyat bor. Xo'sh, Tamoq ahamiyat bor. Ahamiyat bergansak, unda maqsadda biroq bir odamning bilimi, gap so'z qobiliyatiga men shaxsan o'zim sizning gap so'z qobiliyati ajoyib. O'g'il qilamancha. 2 yil bo'ldimi bizning shavshimidik do'konga bog'lish 2 yil bo'ldi. 2 yil bo'ldi. 2 yil bo'lib qoldi. Yangimizni boshlab bir beribdi ekansiz. Buni o'tsam yerda bir ko'rishishga fursat bo'libdi. Jiq xo'sh oldim men. Mening bolammi? Heli qakam qachon keldi ekan? Heli qakam nafs kelgan yo'qlab qoldi. Bu nima degan so'ziga aka? Deb do'yinlarda kichik bo'lma. Maqsad sizning do'yiningiz ko'ribdi. Nima degan yomon bu aka. Bu Isa akamni G'oljig'iza simbol qilsak bo'ladigan ma taqqitroq ma Manchester dopa deymiz-ku, men do'stlar. Bu meningmi
Acayip iştiyaqım var bu doppaga. Daha Ali mekteplik vaqtida men Qashqarlik bolsammi, bizalik millatlarda shu yerda o'qigan ekan. Hamma millatlarlik faoliyati o'zining kiyimini kiygan vaqtida men mana shu G'oljiningki romantistor doppani kiyib olatam. O'zimni to'la amroq sizga acayip yarashitchi bu. Shu G'oljining qiyofatini nayt yaxshi aks ettirib chiqsa filmlarda. Rahmat aka. Ya iş kısası ama Japan ülkeyi dağıtmadım öfke. Xo'sh, ha. Şundan sık demey, soğuk demey. Elqi sirtqi ko'rinishda elqi bir ishlari eqib ketayotgan, muvaffaqiyat qozonib ketayotgan, hech kim qilolmayotgan ishni qilayotgandek ko'ringan bilan elqi tutunning achchig'ini mo'ri biladi, jundining tangsig'ini o'rdaydigan bir gap bor. Buning jafosini yana o'zimiz biladigan gap. O'zimiz bilamiz ya. Sizlarga chidab ketayotgan tarafli jiqma ashpazlikning jafosiga chidamoqdasiz. To'g'ri. Ish qanchaki yo'g'inab ilgari biz mangansir jafosimi shuning munosib bo'lib ish emasmi? Başpezgi pul tepip Japa tatmamızda piçek kastırını kiyip jümlen kaptanından başından yastaydı. Elimi yaxshi. Yaxshi. G'ayrat qilib aka. Ha, rahmat.